Furqat aka, mana oq dog'larni bir tomonlama davolash haqida aytsangiz, chunki ba'zan ba'zi mutaxassislar tomonidan faqat gijjalar oq dog'larni keltirib chiqadi yoki boshqa sabab oq dog'larni keltirib chiqadi degan tushunchaga o'zingizning fikringiz. Endi qarangda, yana bir tomonlali bo'lmasligi kerak. Nima uchun o'sha real metda qilinadigan ishlar kompleksni har tarafdan amalga oshirilishini hozir ozgina tushuntirib o'tiraman. Endi qarang, faqatgina gijja bilan ishlasa, autoimmun proses ketayotgan bo'lsa insonda qanday qilib bu gijjani davolash autoimmunga yordam beradi? Bu bir. Ikkinchidan, o'sha gormonal fon buzilgan bo'lsa, gipotalamo gipofizar sistemasida u gijja bilan bog'liq bo'lgan nimani qanday qilib uni joyiga keltirasiz? Yoki anemiya bo'lgan insonda qonni ko'tarmasdan turib qanday qilib faqatgina gijjalarni ko'p dozada, men bilaman hozirgi kunda juda ham kuchli dorilar ishlatib turib jigarni funksiyasini buzib qo'yishadi. Pochkani anemiyaga olib kelib qo'yishadi. Buni orqasidan qancha men bu bilan hozir gijjalarni davolashga qarshi chiqayotganim yo'q. Faqat gijjalarni davolash bu oq dog'ni davolashda bir 10-15% ga nimayda yordam ko'rsatib oladi. Faqatgina bir tomonlama gijja nimayda 80-90% buni hal qilib beradi deyish bu mutlaqo noto'g'ri fikr. Shu sababli ham Realmed klinikamizda oq dog'larni davolash uchun gijjalarni ham, bemorning asab sistemasi, qalqonsimon bez faoliyati, jigar faoliyati va barcha a'zo sistemalarini yaxshi ishlashini yo'lga qo'yib davolaymiz.